bolalik yillari tark etmayaptimi? Tan olishimiz kerak, ko'pchiligimiz qattiqqo'l ota-onalarning tarbiyasini olganmiz. Bu bir ayblov emas, shunchaki ijtimoiy isbot xolos. Chunki u paytlarda bolasiga shippak otgan ona ayblanmas, otalar esa qizingni ur, bo'lmasa tizzangni urib qolasan kabi qarashlar bilan ertaga boshi egilib qolmasligi uchun ham qizlariga juda qattiqqo'l edilar. Lekin bu ijtimoiy haqiqatning biz, ya'ni bugungi kun onalariga ham ta'siri katta bo'lmoqda. Biz bolaligimizda ba'zan kaltak yeb, kaltaklashni o'rgandik. Baqirish, urish, jazo berish, ozor yetkazish kabi harakatlar transgeneratsiya harakatlaridir. Ya'ni o'rganiladi va avlodlarga avtomatik ravishda yetkazib kelinmoqda. Shu sababdan ham bugun farzandini uradigan ko'pchilik onalarga bu ishni qildirgan g'azabning sababi o'zining bolaligida zo'ravonlik ko'rganidir. Bunday vaziyatning oldini olishni istagan har qanday ona biror terapevtdan yordam olishi mumkin yoki bo'lmasa kitobning keyingi bo'limlarida so'z boradigan g'azabni nazorat qilish usullari bilan g'azabini jilovlashi ham mumkin. Zero ajdodlarimizdan bizga meros qolgan, bizni salbiy harakatlarga yo'naltirgan tuyg'ularning oldini olish faqatgina o'zimiz uchun emas, balki bizning harakatlarimizdan o'rnak olib, shaxsiy namuna yaratgan avlodlarimiz uchun ham muhimdir. Yetarlicha ko'mak ola olmayapsizmi? Bir go'dakni dunyoga keltirish, katta qilish, ulg'aytirish va tarbiyalashning markazida ona turgan bo'lsa-da, bu jarayonlarda u aslo yolg'izlanib qolishi kerak emas. Bu bir ona yelkasi uchun juda ham og'ir yuk. Bugungi kunda haftada 7 kun, kunda 24 soat onalik qilayotgan ayollarning o'zlari uchun ham nafas olishga haqlari bor. O'zlari yoqtirgan go'zal liboslarini tanlab sayohatlarga borishlari, kundalik hayotdan biroz chalg'ishga albatta munosibdir ular. Bu borada esa turmush o'rtoqlari ularga ko'makchi va yordamchi bo'lib, ayollarini yolg'izlatib qo'ymasliklari lozim bo'ladi. Va otalar anglashlari lozimki, ayolsiz oila sadafsiz dengiz kabidir. Hurmatli dadalar, sizdan bir narsani iltimos qilib so'ragan bo'lardimki, hech bo'lmaganda yilda bir bor juftingizga qarata, xonimim, belingizga taqilgan fartuqni buguncha yeching va menga bering. Bugungi kun sizning kuningiz. Ro'zg'or ishlaridan xalossiz. Vazifangizni men bajarib turaman. Siz biroz hordiq chiqaring, yaqinlaringizni ziyorat qilib keling, deb aytib ko'ring. U bir zumda quyosh qiziga aylanadi. Uning bu ondagi quvonchini dunyolarga alishmaysiz. Chunki ayolning vaqti bilan o'zi yolg'iz qolishi mumkin bo'lgan jimjit va sokin maydonlarga ehtiyoji bor. Shuning uchun ham qulining ehtiyojini quli his qilmasdan biladigan Alloh oilani faqatgina ona, bola emas, ota bilan to'liq bo'ladigan bir tizim sifatida yaratgan. Hatto silai rahmni farz qilib, keng oila modelining onaga ko'mak ko'rsatishini majburiy qilib qo'ygan. Mana shu joyda oila ichida ona bosh rol, ota esa yordamchi aktyor emas. Onaning bola uchun ahamiyati va rivojlanishi uchun ehtiyoji qancha bo'lsa, otaning ham ahamiyati va muhimligi mana shunchadir. Zero bola onasidan boshqacha, otasidan boshqacha xususiyatlarni o'rganishi lozimdir. Ota hayotning chegaralarini, qoidalarini va qoidalarga amal qilish nuqtalarini ko'rsatsa, ona esa shu irodani muddatga moslashtiradigan marhamat, vijdon va mehr-muhabbat urug'larini ekadi. Hozirgi kunda non arslon og'zida, mehnat qilgan odam yaxshi hayot kechiradi. Olma pish og'zimga tush deyishi bugungi kunga aslo to'g'ri kelmaydi. Ro'zg'or tebratish uchun otalar ba'zan uzoq vaqt davom etadigan ishlarda ishlashlariga to'g'ri keladi. Shu tufayli tungi soatlarda uyga qaytadilar va bundan tashqari ba'zi holatlarda dam olish kunlari ham ishda qolishga majbur bo'ladilar. Uyda kam vaqt o'tkazishga majbur bo'ladigan otalar uchun esa bolalar bilan birgalikda vaqt o'tkazish daqiqalari kamayib ketadi. Shu sababli butun yuk onaning zimmasiga tushmoqda. Shuni aytish lozimki, hech bir ona otaning o'rnini, hech bir ota esa onaning o'rnini bosa olmaydi. Ota boshqa, ona boshqa. Uzoq vaqt ishlaydigan otalar albatta farzandlarining rivojlanishidagi ahamiyatlarini his qilishlari va uyda bo'lgan vaqtni yaxshilab rejalashtirib, vaqtlarini turmush o'rtoqlari va bolalarining hissiy bo'shliqlarini to'ldirishga ajratishlari lozim. Ayniqsa o'g'il bolalarning o'tish davrlarida
ular his qiladigan ota figurasi juda ham ahamiyatli. Shu bilan birga oilaning katta vakillari, bobo va buvilar ham onalar uchun ko'zga ko'rinarli yordam kanali hisoblanadi. Bir hovlida yashamasa ham yaqin atrofda yashashni tanlash ona kerak bo'lganda o'zining onasiga yoki qaynonasiga nevarasini qoldirish imkoniyatini yaratib beradi. Mana shu yo'l bilan bolalar keng oila usuli modelida ijtimoiy qobiliyatlarni rivojlantiradi va muammolarni hal qilish kanallaridan yuqori darajada foydalangan bo'ladi. Onalar esa o'z o'rnida biroz hordiq chiqarishni istaganlarida farzandini begona enagaga qoldirib, xavotir olishdan, bezovtalikdan qutuladilar. Bolajonlar ham buvilarining qo'lida xotirjam mazza qilib o'ynaydilar. Onalar ham ko'ngil xotirjamligiga erishadilar. Ona bo'lishni istaganmiding? Ona bo'lish har bir ayolning hayotini boshdan oyoq tubdan o'zgartirib yuboradigan bir umrlik mas'uliyatning boshqacha nomidir. Uyqu vaqtidan ijtimoiy hayotgacha, karyera rejalaridan uy bekaligigacha bo'lgan hamma narsa ona bo'lgandan keyin butunlay o'zgarib, kichkina chaqaloqning yashash tarziga qarab qayta rejalashtiriladi. Bu oson bir muddat emas. Oldindan bilinishi, xohlanishi va xayol qilinishi kerak bo'lgan bir muddatdir. Sizlar bilan atolyalarda tez-tez eslab turadigan bir xotiramni bo'lishaman. Katta o'g'limning jarohatlarga to'la tug'ruqdan keyin 2,5 yil davomida negadir vahimaga tushib qoldim va shu xurujda yashadim. Mana shu muddatda men boradigan bir shifokor quyidagi gaplarni aytib berdi. Vahima xuruji yo'qotish onlarida paydo bo'ladi. Masalan, farzandingiz tug'iladi va undan ayrilsangiz vahimaga tushib qolasiz. Karyerangiz, pulingiz bor edi, lekin kasodga uchrasangiz vahima xuruji bo'ladi. Mana shundan keyin qiziqib so'radim. Ammo men ona bo'ldim, hech narsa yo'qotmadim-ku. Doktor bergan javob esa butun onalik muddati ruhiy poydevorining xulosasi edi. Ozodligingizni yo'qotdingiz. Haqiqatan ham onalik biz tagiga imzoyimizni qo'ygan va haftada 7 kun, kunda 24 soat davom etadigan bir umrlik mas'uliyatdir. Shuning uchun ham mana shu og'ir muddatga tayyorgarliksiz kirib kelgan bo'lsak, kutilmagan bir onda onalik xabarini olgan bo'lsak, favqulodda titroq sodir bo'lishi tabiiydir. Shuningdek, bir farzand kutayotganda 2 yoki 3 farzand xabarini olish yana bechora ona nomzodini chorasiz his qildirishi mumkin. Bunday hissiyotlarga berilishning hammasi tabiiy va insonga xosdir. Ammo muhimi bunday paytda tuyg'ularimizni nazorat qila olishimiz. Men onalikka tayyor emasdim. Endi ishlarim nima bo'ladi? Hayotim tamom bo'ldi, mahv bo'ldim kabi fikrlar bu muddatni osonlashtirmaydi. Aksincha, 1 kilolik yukimizni 100 kiloga og'irlashtiradi. Og'ir yuklar ostida qolgan hissiyotlar dunyoyimizda esa g'azab portlashlari sodir bo'lishi mumkin. Agar tayyor emasligimizni o'ylagan bir paytda onalik xushxabarini olgan bo'lsak, bola bilan kechadigan hayotning ijobiy tomonlarini xayol qilib, o'zimizga motivatsiya berib, bu jarayonga moslashishga urinishimiz eng to'g'ri ish bo'ladi. Ona qornidagi bolaning istalgan yoki istalmagan bo'lishi o'sha bolaning butun hayotiga ta'sir ko'rsata oladigan hissiy yuklarni paydo qila oladi. Turmush o'rtog'ingiz bilan muammo bormi? Bir ona butun tuyg'ulari zaxirasini ochib va o'zini mana shu jarayonlar ichiga tashlab, onalik qila olishining muhim shartlaridan biri uning turmush o'rtog'i bilan munosabatlaridir. Chunki ayollar tuyg'ularga boy bo'ladi. Turmush o'rtog'i bilan munosabatlarda muammosi bor onaning aqli, yuragi, tuyg'ulari odatda mana shu muammoli masala bilan ovora bo'lib qoladi. Ayolning turmush o'rtog'i bilan boshidan kechirayotgan muammolardan qiyin ahvolga tushib qolishi farzandining o'ziga xos kichkina erkaliklariga bardosh bera olmasligiga sabab bo'ladi. Hatto shunday ehtimol borki, ona instinktiv yo'nalish bilan turmush o'rtog'i uchun to'plagan g'azabini bolasiga sochishi mumkin. Mana shu sababdan ham otaning bolasi uchun qilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi yordami uning onasini baxtli qilish ekanligini bilish kerak. Onaning onalik yuklariga oilaga oid qiyinchiliklarni ham qo'shmasligi lozim. Zero tajribaviy o'yin terapiyasini davolash maktabiga aylantirgan Bayron aytganidek, bir bolaning 3 ota-onasi bordir. Onasi, otasi, ota-onasining o'zaro munosabatlari. Har bir ota-ona mana shunga amal qilgan holda er-xotin munosabatlarini ota-ona aloqalarining poydevori bo'ladigan darajada bunyod etishga harakat qilishlari zarur. Hamma narsa siz aytgandek bo'lishini istaysizmi?
Biz onalarni g'azab girdobiga sudraydigan sabablardan biri markazdaman deb o'ylashimizdir. Hamma narsa men aytgandek bo'lsin degan harakat onani farzandiga qarshi kurashish vaziyatida qoldirgan yagona ichki hisdir. Bir narsa aniqki, hech bir bola onasiga mutlaq itoat qilmaydi. Bunday bo'lmasligi ham kerak. Chunki farzandlarimizning ham xuddi bizda bo'lganidan boshqacha qarorlari, shaxsiy xususiyatlari va qiziqish maydonlari bor. Masalan, bir ona pedagogika kitobida bolalar bir kunda 12 soat uxlashi kerak degan gapni o'qisa va fitratan uyquni yaxshi ko'rmaydigan bolasini uxlatish uchun majburlayotgan bo'lsa, ham o'zini urintirib qo'yadi, hamda bolani katta qilish dasturi bilan bekordan bekorga qarama-qarshi bo'lib qoladi. Holbuki onalikning asosiy maqsadi bolani qandaydir kitobga amal qildirish emas, bolaning mavjud fitrat kitobini sahifa-sahifa o'qishdan iboratdir. Albatta bu bolalarga hech qanday qoida tatbiq etilmasin, bilganlarini qilsin, chegara bilishmasin degani emas. Albatta, ota-onalik vazifalaridan biri farzand zarar ko'rmasligini ta'minlash uchun to'g'ri chegaralar qo'ya bilishdir. Lekin uxlash vaqti, ovqat kabi zaruriy ehtiyojlar uchun qat'iy chiziq tortib qo'yish va bolaning bu qoidalarga so'zsiz amal qilishini talab qilish ona-bola o'rtasidagi kurashni boshlab bergan bo'ladi. Agar ona dugonalar bilan o'tkazadigan bir kunni bolalar bilan o'tkazadigan bir kundan afzal ko'radigan bo'lsa, yoki turmush o'rtog'iga bo'ldi, hammasi jonimga tegdi, bugun bolalarni siz uxlating desa, bolani yuk deb hisoblagan bo'ladi. Bolani yuk deb hisoblaydigan onadan esa qanday qilib mehr kutish mumkin? Yaxshi uxlay olasizmi? G'azabnok va bardoshsiz onalikning muhim sabablaridan biri bu uyqusizlikdir. Yaxshi uxlay olmaydigan uyqusiz bir inson e'tiborini jamlashda, zimmasidagi ishlar bilan shug'ullanishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bu insonlarga xos bo'lgan tabiiy vaziyatdir. Ayniqsa emizikli onalar, bolalar ko'p sut emadigan ilk oylar uyqulari tartibsiz bo'lib qoladi. Onalar baqirmaydigan ona bo'lishi uchun yaxshi dam olishni biladigan bo'lishi shart. Xususan, tungi uyqusi bo'lingan ona uy ishlariga ulgurish vahimasidan biroz chalg'ib, mumkin qadar tushki uyqu deb nomlangan uyqudan foydalanishga harakat qilishi zarur. Amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, tunda juda ham kam uxlagan bir inson tushdan keyingi yarim soatlik uyqu bilan jismoniy dam olishni ta'minlashi mumkin. Mana shu yerda uyqu va dam olish deganda nimani tushunishimiz juda ham muhimdir. Masalan, bir ona men umuman uxlamayman deyish orqali odatda uzluksiz 9 soat uxlashim kerak, ammo bolam sababli 5 soat uxlayapman deyotgan bo'lsa, muammo onaning uyquga qanday ko'z bilan qarashidadir. Zero yoshi katta odam kechasi 5 soat uxlasa, sog'lom bo'lishi uchun yetarli uyqu vaqti hisoblanadi. 5 soatlik uyquga tushdan keyin qo'shiladigan yarim soatlik tushki uyqu bilan ona o'zi uchun zarur bo'lgan dam olish vaqtini ta'minlagan bo'ladi. Kunni rejalashtirasizmi? Onaning g'azabini keltirgan tuyg'ular qobiliyatsizlik va chorasizlik ekanligi haqida gapirgandik. Bizga bu tuyg'ularni bergan bir sabab rejasiz yashashdir. Rejasiz yashash insonning motivatsiyasini sindiradi, quvvatini tushiradi. Ongida kelgusida qiladigan ishlarining xaritasi bo'lmagan bir ona kun bo'yi chopadi, ammo hech narsaga ulgurmaydigandek bir tuyg'uga beriladi. Holbuki, bir kun oldin ertangi kun qilinadigan ishlarni bandma-band kichkina bir qog'ozga yozib qo'ygan bo'lganida ham ertasi kungi ishlar uchun qancha vaqt ajratishi kerakligini bilgan bo'lardi. Hamda bolasi bilan o'tkazadigan vaqtlarni yanada aniqroq rejalashtirish imkonini qo'lga kiritardi. Rejalashtirgan ishlari tugagach, ularning yoniga qo'yilgan bajarildi degan ishoralar bilan biror ishni yakuniga yetkazish beradigan muvaffaqiyat tuyg'usi bilan tanishadi. Mana shu yo'l bilan yashashga, hayotga nisbatan quvvati va motivatsiyasi ortadi. O'ziga bo'lgan ishonchi yangilanadi. Zero bir ishni eplay olishning birinchi sharti o'sha ishni eplay olishga bo'lgan ishonchdir.